Bedana tuxumni homilagacha yutamiz. Juda ham bir noxush his sezib qo'yasizlar. Siraz orqasidan suv ichib yuboramiz, ko'ngilga tegmasligi uchun tezroq suv ichib yuboramiz. Bedana tuxum juda ham ko'p aminokislotlarga boy bo'lgan mahsulot. Foydali xususiyatlari juda ham ko'p, erkaklik quvvatini oshiradi va hamda immunitetimiz juda ham mustahkamlaydi. Men o'zim doim sportivniy dababkalardan постоянно foydalanmaganim uchun oldindan bedana tuxum yutib kelaman, kuniga 3 donadan. Ertalab och qoringa men o'zim 3 tadan yutaman. Agarda sizlar ham mabodo och qoringa yutib immunitetlarni oshiraman deydigan bo'lsanglar, boshlanishiga 2 donadan 1 donadan yutib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bolalar, 3 ta bedana tuxumni soldim. Agar ichmoqchi bo'lganlar bo'lsa, zo'r yo'lni o'rgataman. Sirazi quruq piyolaga bedana tuxumni solmanglar. Ozginagina suv solasizlar, keyin ichganinglarda yengil ichiladi. Chunki bu qimirlab turadi-da. Agar o'zini solsanglar, juda ham bir noxush his sezib qo'yasizlar.